Endokrinolog sifatida qabulga kelgan bemorlarga biz ham testosteron gormonlarini tavsiya qilamiz. Ko'rsatmasi bo'lsa agar. Lekin ko'p yoshli zalga chiqadi. O'sha mushak massasini ko'paytirish maqsadida testosteron preparatlarini qabul qilishi o'sha trenerlar tavsiya qilsa kerak. Shunaqalarni ham eshitganman. Yoki somatotropniy gormonimiz bor. O'sha gipofizda ishlab chiqariladigan, ya'ni o'sha mushak massasini ko'paytirishini maqsadida berishadi. Lekin buni men vaqtinchalik deb bilaman. Vaqtinchalik deb bekor aytayotganim yo'q. O'zingiz o'ylang, o'zi yosh yigit, normal testosteroni bor, lekin ozg'in. Trenirovkaga bordi, treneri tavsiya qildi. Testosteron olsang deydi, mushak massang ko'payadi, o'zing ham zo'r bo'lasan, kachuk bo'lasan deydi. Testosteronni qiladi. O'zi предстательный железasi yaxshi normalniy ishlayapti erkaklik bezida. Yatrogen deyiladi. Yatrogen peredozироваться qiladi testosteronda. Keyinchalik har xil o'sma kasalliklar kelib chiqish ehtimoli bor. Lekin buni hech kim ahamiyat bermaydi bunga. Bunaqalarga men nima tavsiya qilaman? Fizik nagruska qiling, trener bilan ishlang, oqsilni ko'paytiring. O'sha har xil batlar bor, nutrientlar, masalan, sink, tirazin beramiz, har xil vitamin D, ya'ni o'sha vitamin va mikroelementlarni ko'paytiring. 3 oyda qarabsizki, ozg'in bola, kachuk bola bo'ladi.